Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugundan boshlab sizlar bilan mexanik yuzdagi polkalarni kuniga bittadan tanishtirib boramiz. Bugungi polkamiz moy polka. Bir boshidan tanishtiradigan bo'lsak, bu yoqda 10 ga 40 sentek moylarimiz Avista 5 ga 30. Bu moylarni o'zi ko'pchilik so'ragani uchun olib keldik. Ayniqsa men bu Avista moyini ko'pchilik so'radi, yaxshi moy ekan. Keyingi moyimiz Shell 10 ga 40. Bu ham 100 mingdan ortiq, 150 mingdan ortiq probeg yurgan mashinalar uchun juda ham yaxshi moy hisoblanadi. Ichida mana bu Porsche klapanlarni o'zi tozalab turadigan prisatkalari bo'ladi ichida. Keyingi moyimiz. Bu moyimiz ko'pchilik bilmaydi. GM mashinalari zavoddan motoriga shu moy bilan chiqadi. Ya'ni aynan 10 ga 40 bilan emas, 5 ga 30, 0 ga 20 bilan chiqadi. Ko'pchilik buni bilmasdan birinchi zaminamasidan boshqa moyga o'tib ketadi. Agar kimga ma'qul bo'lsa, shu moydan ham qo'yib yurishingiz mumkin. Masalan, 5 ga 30, 0 ga 20 lar yangi mashinalarga qo'yiladi. Keyingi moy Shell Ultra i 5 ga 30 Ultra moylari. Bu moyda ham Porsche motor umuman moy aylanadigan joylarni tozalash xususiyatiga ega. O'zini ichida tozalovchi prisatkalari mavjud. Sizlar zaminamasiga borib qo'shimcha xarajat qilib motorni chiska qildirish shart emas. Keyingi moylarimiz bu yoqda avtomat korobka, mexanika korobka moylari, Valesko moylari. Bu ham yaxshi moy chiqyapti. 30-40 ming spokойно yurib beradigan moy, narxi ham yomon emas. Примерно 70-75 ming atrofida chiqadi. Bularni mexanikalari arzonroq. Bu yoqda hamma biladigan o'sha tormoznoy jitkislar. Bu yoqda 1 litrlik Shell moylari, bu yoqda mexanika korobkaga moylar. Bu ham bularga nisbatan arzon moy hisoblanadi. Bu ham yaxshi moy, 5 ga 30, 10 ga 40 moylar. Agar kimga budjetli moylar kerak bo'lsa, shu moylarni ham tavsiya qilamiz. Bu moy bilan tanishtirdik. Bu yoqda Kicks 10 ga 40, 3 litrlik, 4 litrlik moylari. Bu ham 150 ming, 200 ming atrofida probeg yurgan mashinalarga tavsiya qilamiz. Keyingi tovarlarimiz antifriz. Buni ko'pchilik antifriz tanlayotganda rangiga qarab tanlaydi. Biz sizlarga tavsiya qilamiz turiga qarab tanlash. Ya'ni G11 bo'ladi. Mana bu yoqda G12+. Agar sizlar G11 antifriz qo'ygan bo'lsanglar, bu yashil G11 qo'ysanglar ham bo'laveradi. Mana bu yoqda yashil G11 antifrizlar bor. Ikkalasini bir-biriga bemalol aralashtirib mashinaga qo'ysanglar bo'ladi. Hech qanaqa yomon tarafi yo'q, naborotga yaxshi hisoblanadi. G11 bilan G12 ni bir-biriga aralashtirishinglarni tavsiya qilmaymiz. Keyinchalik bu radiator shlang yo'llarida turli xil qurum hosil qiladi. Devorlariga ham antifrizning rangi yuqib, kirlanadi. Bu yoqda yangi turdagi antifriz rangi ham ko'rib turibsizlar, boshqacha fioletoviy bo'ladi. Bu antifrizlar ko'proq premium segmentdagi mashinalarga qo'yiladi. Bu yoqda mana dopuslari Volkswagen, Audi, Skoda, Porsche mashinalariga berilgan. Agar sizlar ham nisbatan GM mashinalariga nisbatan premium segmentdagi mashina minsanglar, shu turdagi, ya'ni bu G13 hisoblanadi. G13 turdagi antifriz qo'yishinglarni tavsiya qilardik. Bu yoqda ham shu ko'rib turganingizdek boshqa turdagi antifrizlar. Mana bu moyimiz keyin. Bilasizlar, biz Jack avtomobillariga ham nima zapchastlar sotamiz. Keng assortimentlarimiz mavjud. Ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Bu yoqda polniy Jack avtomobillariga zapchastlar. Bu bo'lsa ham Jackni o'zini moyi hisoblanadi. Do'konimizdan kelib Jack mashinasi minadigan bo'lsalar, mana shu moydan ham olib ketishingiz mumkin. Bugungi obzorimiz shu.